Assalomu alaykum azizlar. Arabcha hikmatlar ko'rsatuvining 4-soniga xush kelibsiz. Bu sonimiz at-ta'ammulu ma'al qulub, ya'ni qalblar bilan muomala qilish to'g'risida bo'lib o'tadi. Biz bugun ba'zi bir kitobdan iqtiboslar va arabcha hikmatlarni o'qiymiz va o'shalarni sharh qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, birinchi iqtibosni o'qishni boshlayman va bu iqtibos kitobdan olingan. عندما يأتيك الخذلان من الشخص الذي كنت تستثنيه دائما فأنت لا تفقد الثقة بشخص واحد وإنما تفقدها بالجميع ستعيش بعدها فزعا ولن تسمح لأحد بالاقتراب منك عندما يأتيك degani qachonki senga kelsa al-khudlan degani bu xiyonat من الشخص الذي كنت تستثنيه دائما ya'ni senga xiyonat kelsaki sen uni doimo istisno qilib kelgan odamdan. Ya'ni hayotimizda shunday insonlar bor, o'ylaymizki butun dunyo bizga qarshi chiqsa ham o'sha inson meni yonimda turadi deb o'ylagan birimizdan agar bizga xiyonat yetsa deyapti. Fa anta la tafqidu thiqata bi shakhsin wahid. O'shanda siz bir kishiga bo'lgan ishonchnigina emas, va inma tafqiduha bil jami', balki barchaga bo'lgan ishonchni yo'qotasiz deyapti. Sata'ishu ba'daha faz'an. O'shandan keyin, ya'ni o'sha xiyonatdan keyin siz dahshat ichida yashaysiz. Walan tasmaha li ahadin bil iqtirob mink. Samaha yasmahu degani bu izn bermoq, ruxsat bermoq degan ma'noni bildiradi. Walan tasmaha esa ruxsat bermaysiz degan ma'noni bildiradi. Walan tasmaha li ahadin, hech kimga ruxsat bermaysiz bil iqtirob mink, sizga yaqinlashishiga. Hayotda biz ularga ishongan va ular bizga ishongan odamlar bo'ladi. Va ayna shunaqa biz ulardan zarar ko'rishimizni istisno qilib kelgan odamlar agar bizga zarar yetkazsalar, biz nafaqat o'sha insonga bo'lgan ishonchni, balki butun insoniyatga bo'lgan ishonchni yo'qotamiz va undan keyin dahshat ichida yashaymiz va hech kimni bizga yaqinlashishiga bundan keyin yo'l qo'ymaymiz. Va xuddi shunga o'xshash, bizga ishongan biriga biz xiyonat qilsak, uni ham insoniyatga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yamiz va u ham qolgan umrini dahshat ichida yashaydi va hayoti davomida boshqa insonlarni o'ziga yaqinlashishiga qo'ymaydi. Demak, bu iqtibosimiz bizga ishonganlarga pand bermaslik, ularga xiyonat qilmaslik to'g'risida ekan. Keyingi, ya'ni ikkinchi hikmatimiz. Al-hubbu huwa an tu'tiya ahadahum qudrata tadmirik va tathiqu bi annahu la yaf'alu zalik. Bu iqtibosimiz muhabbat haqida ekan. Deyilyaptiki, al-hubbu huwa an tu'tiya ahadahum qudrata tadmirik. Sevgi sen biriga seni vayron qila oladigan qudratni berishdir. Va tathiqu bi annahu la yaf'alu zalika. Va shu bilan birga ishonasanki, u bunday qilmaydi. Ya'ni inson birini sevsa, unga dilni izhor qiladi, unga sirlarini, asrorlarini aytadi. Va biladiki, ayni shu narsalar uni vayron qilishi mumkin, ya'ni aytayotgan odamni o'sha narsalar vayron qilishi mumkin. Lekin muhabbat shunaqa narsaki, agar inson birini sevsa, uning qo'liga uni vayron qiladigan qudratni berib qo'yadi. Shu bilan birga ishonadiki, u inson buni vayron qilmaydi. Bu hikmat iqtiboslarni o'qirkanmiz, bir narsani juda istardimki, bu iqtiboslarni eshitayotganda, tinglayotganda yoki o'qiyotganda bizlarga o'z vaqtida qilingan adolatsizliklar, xiyonatlarni eslamasdan, balki shu iqtibosga o'zimiz amal qilishimiz kerakligini juda istardim. Ya'ni agar sizga bir yaxshi ko'rgan insoningizdan zarar kelsa deganda biz kimlarnidir eslamaylik, lekin bilaylikki biz bizga ishonganlariga zarar yetkazmasligimiz kerak. Bizga ishonganlarga xiyonat qilmasligimiz kerak. Va shu o'rinda ikkinchi hikmatimizga kelgani, bizni sevgan insonlar qo'limizga tutqazib qo'yishgan. Nimani? Ularni vayron qiluvchi barcha narsalarni, qudratni bizni qo'limizga tutqazib qo'yishgan. Agarda biz ularni vayron qiladigan bo'lsak, ular sof tuyg'u bo'lgan muhabbatga bundan keyin ishonmay qo'yishadi. Biz shunday insonlar bo'laylikki, bizni deb boshqalar dahshat ichida yashashmasin. Odamlardan uzoqlashishmasin va insoniyatga bo'lgan ishonchlarini, muhabbatga bo'lgan ishonchlarini yo'qotib qo'yishmasin. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, ma'assalama.